Ostonada Qozog'istonga rasmiy tashrif bilan kelgan Isroil prezidenti Ishak Herzogni kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Sionist vujud rahbari va prezident To'qayev tor formatda, so'ngra delegatsiyalar ishtirokida kengaytirilgan formatda uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralar yakunida tomonlar muntazam siyosiy muloqotni davom ettirish, barcha darajadagi aloqalarni rivojlantirish va hamkorlikni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish uchun birgalikda harakat qilishga kelishib oldilar. Herzogning Qozog'istonga tashrifi Yaqin Sharqdagi keskin inqiroz davrida bo'lib o'tdi. Sionistik vujud bir vaqtning o'zida bir nechta jabhada musulmonlarga qarshi urush olib bormoqda. Isroil prezidenti Ishak Herzogning Qozog'istonga amalga tashrifi G'azo, Livan va Eron bilan davom etayotgan harbiy mojarolar fonida Isroilning xalqaro maydondagi diplomatik makonni kengaytirish va mavjud izolyatsiyani bartaraf etish strategiyasining muhim qismidir. Bu esa Qozog'iston uchun Isroil texnologiyalari, sarmoyalari va Vashingtondagi lobbi resurslarga kirishni anglatadi. Bularning barchasi To'qayev uchun katta ahamiyatga ega. To'qayev bu sharmandalik pozitsiyasi bilan Allohning qonunlarini mensimaydigan va musulmonlarning his-tuyg'ularini qadrlamaydigan malay hukmdorga aylandi. To'qayev bu xiyonatkor pozitsiyasini Qozog'iston va Isroil o'rtasidagi munosabatlar o'zaro manfaatlarga asoslanganini aytib, o'zini oqlamoqda. To'qayev islom va musulmonlarning dushmani oyoqlari ostiga moviy yo'lakchalar to'shab, islomiy yerlarda sionistlarning boshlig'ini qabul qildi. Bunday sharmandalik pozitsiya To'qayevni yahudiy vujudiga yaqinlashtiradi va payg'ambarlik minhoji asosidagi xalifalik o'rnatilishda mavjud bo'lgan ummat va uning najotidan uzoqlashadi. Darhaqiqat, botil va yolg'onning izdoshlari Alloh taoloning g'azabidan boshqa hech narsa olmaydilar. Alloh taolo bunday xoinlar haqida shunday marhamat qiladi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ular Allohni va iymonli kishilarni aldamoqchi bo'ladilar va o'zlari sezmaganlari holda faqat o'zlarinigina aldaydilar.